Assalomu alaykum kino xizmatlari. Sizlar bilan Kino Sharh. Yana qanday film haqida gapirmoqchi ekan deyotgandirsiz. Bu haqda hozir bilib olasiz. Xo'sh, siz tayyormisiz? Unda biz boshladik. Ba'zan bir insonning hayoti butun boshli xalqning taqdirini o'zida aks ettiradi. Ba'zan bir so'z ming yuraklarni uyg'otadi. Ajnios filmi ana shunday ruhiy uyg'oqlik haqida. Va bu shunchaki film emas, adolatga ishonch, ma'naviy yuksaklik demakdir. Adam ulu bul dünyada koymaz seni alacaktır. Hadal haram jiygan malın sonra senden kalacaktır. Maktum kulu asi kulun, küfür sözden sakla tilin, kıyamette doğru yolun, sırat köprü bolacaktır. Ajnios 2024-yilda ekran yuzini ko'rgan tarixiy badiiy publitsistik film bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maxsus qaroriga binoan suratga olingan va u davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan yirik loyihalardan biridir. Film Qoraqalpoq xalqining mashhur shoiri va ma'rifatchisi Ajnios Qo'siboy o'g'lining hayoti haqida hikoya qiladi. Filmda uning yoshlik davri, ilmga bo'lgan chanqoqligi, xalqni uyg'otuvchi she'rlari va zulmga qarshi kurashi tasvirlanadi. Ajnios Xiva xonligi davridagi adolatsizliklarga qarshi chiqadi, surgun qilinadi, ammo kurashdan to'xtamaydi. Film yakunida uning xalq qalbidagi o'rni va abadiy merosi yoritiladi. Film rejissyori Qudrat Otajonov. Filmda bosh rol Ajnios obrazini 3 ta aktyor gavdalantirgan. Ulardan biri Ko'pjursin Allanazarov. Uning ijrosi orqali Ajniosning ichki kechinmalari, mustamlakachilarga qarshi kurashi, xalq bilan bog'liqligi teran ochilgan. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, filmdagi eng ta'sirli sahnalardan biri bu Ajniosning maktabi alanga ichida qolishi. Bu jarayonni to'laligicha tomoshabinga yetkazib berish uchun aktyor kaskadyor yordamisiz o'zini yonib turgan olov ichiga tashlaydi va bu uning kasbiga bo'lgan muhabbatini yaqqol namoyon qiladi. Filmda milliy kuylar asosida yozilgan saundtreklar sizni Qoraqalpoq zaminining bag'riga olib kiradi. Film musiqasi orqali Ajniosning yuragidagi tug'yon, xalqiga bo'lgan muhabbat va ozodlik ruhi seziladi. Filmga musiqa yozish jarayonida Qoraqalpoq milliy cholg'ulari, dutor va qo'biz musiqachilar tomonidan jonli ijro etilgan. Agar siz ham tarix, adabiyot va mustaqillik g'oyalarini san'at orqali his qilmoqchi bo'lsangiz, bu filmni albatta ko'rishingiz kerak. Xo'sh, sizningcha Ajnios filmidagi eng ta'sirli sahna qaysi bo'lgan? Fikringizni izohlarda qoldiring. Sizlar bilan Kino Sharh rubrikasida Jumanazar Jo'rayev bo'ldi.